Assalomu alaykum aziz kitobxon. 8-mo'jiza ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Bu galgi dasturimizda dunyoning eng qadimgi asarlaridan yana biri deb nomlasak bo'ladi. Albatta, Evripidning Medeya asari haqida gaplashishni maqsad qildik. Medeya asarining mazmun mohiyati, uning odamlarga beradigan dardi alamlari yoki ma'naviy ozuqalarini o'qirmanga yaqinroqdan tanishtirish maqsadida do'stimiz adabiyotshunos olim Kamoljon Hakimovni taklif etganmiz. Kamol Evripid, umuman Medeya asarigacha bo'lgan Evripidning hayoti, umuman Yunon adabiyotining ko'p xudolilik qirralari haqida bir ikki fikrlaringizni bildirib o'tsangiz-da, keyin Medeya asariga sekin kirishib olsak. Assalomu alaykum. Yana bor. Evripid avvalo yoki Evripid har xil aytish mumkin. Klassik Yunon san'atining katta vakillaridan biri sanaladi. Bularni shu ustoz shogird an'anasiga ko'ra aytsak, o'sha Esxil boshlab bergan an'anani ikkinchi Sofokl davom ettirgan bo'lsa, uchinchi mashhur katta tragediyalar sifatida Evripid aytiladi. Qiziq bir jihati, Evripidning asarlari, mavzusi, shakli Esxil hamda Sofoklnikidan ancha farq qiladi. Birinchi farq qiladigan, yaqqol ko'zga tashlanib qoladigan jihatlardan bittasi, asarlarning nomiga qarasangiz ham ko'proq ayollar haqida asar yozgan, qahramonlari ko'proq ayollar bo'lganligi bilan o'zidan avvalgi salaflardan ajralib turadi. Masalan, asarlarning nomlariga qarasak ham Alkestida, Medeya, Gekuba, Yelena, Troyalik ayollar, Finikiyalik ayollar degan ko'p asarlari ayollar haqida yozgan asarlar. Shu uchun rivoyatlarda yarim hazil, yarim chin qilib ham aytiladi. Umrining oxirida ayollar tomonidan toshbo'ron qilib o'ldirilgan degan fikrlar ham bor. Shunaqa, ya'ni ko'p tanqidiy munosabatda bo'lganligi uchun degan mazmunda. Sofokl an'analarini davomchisi deyish mumkin. Chunki Esxil asarlarida, Zanjirband Prometeyda yoki boshqalarda ko'ramizmi? O'sha xudolar birlamchi qahramonlar bo'lgan bo'lsa, Sofokl keyin xudolardan Alim tog'dan sekin yerga olib tushdi qahramonlarini. Edip misolida buni suhbatlashdik. Evripid ayni shu Sofokl an'analarining davomchisi. Evripidda yanada ko'proq hayotiylashadi voqealar. Ya'ni endi umuman ma'budlar olamidan butkul uzilmaydi-yu, voqelikni bir qadar oilaviy, maishiy holatgacha keltirib bo'lsa ham odamlarning, kishilar jamiyatining ichiga voqelikni butkul olib kiradi. Xususan Medeya asari ham shunday asarlardan bittasi. Evripid faoliyat davomida 92 ta asar yozgan. Shulardan 17 ta tragediyasi va bitta satirik dramasi bizgacha yetib kelgan. Miloddan avvalgi 431-yilda sahnalashtirilgan ekan bu asar, Medeya, Evripidning Medeya asari. Umuman ayolning jamiyatdagi o'rni, ruhiy kechinmalari, muhabbat va nafrat, ayolga xos bo'lgan jamiki hissiyotlarni mujassamlashtirgan desak ham bo'ladi. Mujassamlashtirilgan ilk asar desak ham bo'laveradi deyarli. Mayli, qisman keltirilgandir haligi Zanjirband Prometey yoki Shoh Ediplarda. Lekin shaxs sifatida ayolning shakllanishida katta o'rni bor. Ayolning oiladagi o'rni, ayolning jamiyatdagi davlat siyosati darajasidagi kerak bo'lsa o'rnilarini belgilab beradigan asar sifatida qaraladi-da bu Medeya, to'g'rimi? Asarni o'sha nom tarafdan, sarlavhasidan kelib chiqsa ham fikrlaringizda yetarlicha jon bor. Ya'ni Esxil, Sofoklda ham ma'lum ma'noda ayol obrazi bor deyapsiz. Bor, to'g'ri. Lekin sarlavhalarda ular Zanjirband Prometey haqida, Shoh Edip haqida, masalan, Evripid mana Medeya deb nomlayapti-da. Masalan, uni xiyonatkor Yeson deb nomlash ham mumkin edi. Masalan, Yesonga ko'proq u berib, Medeya ham o'sha voqeada yashashi mumkin edi. Yo'q, o'sha markaziy, asosiy planga ayolning hissiyotlarini, ayolning ruhiy kechinmalarini olib chiqish Evripidda baribir birinchi o'rinda turadigan holatlardan sanaladi. Qiziq asarni, Medeya asarini o'zbek tiliga Asqar Qosimov avvalo tarjima qilgan. Mohirona tarjima qilingan deb o'ylayman, tarjimasi ham. Asarni chuqur o'rgangan olimlar bor. Asar haqida maqola yozgan, shu asar haqida maqola yozgan, katta tadqiqotlar qilgan olimlar
asar haqida qiziq bir biridan qiziq fikrlarni aytadi. Ularning fikrlariga munosabat tarzida talqin qilib borsa ham bo'ladi, Shohidiy bilan solishtirib borsak ham bo'laveradi, yanada kengroq ketadi. Jumladan o'zbek olimlaridan Mahkam Mahmudov degan adabiyotshunos bu nafratga aylangan muhabbat degan bir katta maqola yozgan, tadqiqot yozgan. Nafratga aylangan muhabbat asari maqolasi. Bu haqida to'xtalamiz. Yana bitta tadqiqotchini aytish shu yerda Yevropa olimlaridan ham adiblaridan Stefan Zweig. Nemis avstriyalik yozuvchi Stefan Zweig ham ayni Medea asari haqida yaxshi fikrlarni aytgan, maxsus o'rgangan. Jumladan o'sha Zweigning gapi borki, agar sevgi qahrga aylansa, g'azabga aylansa, qahrli sevgining qasosi chidab bo'lmas darajada bo'ladi. Chunki samimiy muhabbatni qahrga aylanishidagi sabablar, xoinlik qilgan bu o'rtadagi obrazlardan qasos olish o'chi nafrati 2 hissa oshib ketadi. Ya'ni sevgisiz nafratdan ko'ra sevgining ortidan kelgan nafrat juda ham yuqori turadi. Aristotel etika asarida nafrat haqida to'xtaladi. Qizig'i nemesis deydi. Nemesis lotinchada nemesis deyiladi. Nafrat bir qiziq hissiyot, tuyg'u. U hasad bilan ichqoralikning o'rtasida turadi o'zi. Hasad bilan ichqoralikning o'rtasida turadigan bir qarashda bir salbiy tuyg'u sanaladi. Lekin nafratni ijobiy ma'noda ham tushunish mumkin. Chunki agar adolatsizlik, nohaqlik, yolg'onning zulmga ortidan zulmga nisbatan bo'lgan nohaqliklarga bo'lgan nafrat va mana shunday illatlarga qarshi kurashayotgan, nafratlanayotgan inson bu fazilatli insondir deydi. Fazilatli. Bu yerdagi nafratni to'g'ri ma'noda tushunish kerak. Bu ijobiy nafrat. Ijobiy nafrat. Nafaqat ijobiy nafrat, insoniy qadr-qiymat uchun kurashilgan nafrat. Medeyada ham xuddi shu hissiyot bor. Xuddi shu. Medeyada ham xuddi shu. Ya'ni voqealarni qarang, Yeson va uning o'sha argonavtlar kinosi ham bor. Argo degan kemada oltin mo'ynani olish uchun Kolxida shahriga qarab ketishadi. Kolxidaga borib oltin mo'ynani eng ko'p Yesonga olishida kim yordam berdi? Medeyani o'zi yordam berdi. Hattoki otasiga qarshi chiqdi Medeya. O'z akasi uni deb fojiaga uchraydi. O'z yurtidan ayrildi. Ishonchi boshqa barcha yaqinlaridan ayrildi. Kimni deb? Yesonni deb ayrildi. Bor umidi, bor mehr, bor muhabbati bitta Yesonga yo'nalgan paytdagi Yesonning holati va keyin Medeyaning unga javoblari tabiiyki mana shunday bo'ladi. Ya'ni bu ayol nafratini asossiz nafrat deb bo'lmaydi, balki yuqorida aytgan fazilatli nafrat deb aytish mumkin. Endi Kamol ana shu ayolning nafrati, ayolning muhabbatiga sabab bo'ladigan va muhabbatning orqasida shu darajada yuksak nafrat olib kelishga sabab bo'ladigan hodisa bu erkakning borligi. Yesonning o'ziga baho berish Medeyani o'qib chiqqandan keyin ijobiy qahramon deya olmay qolasiz. Subutsiz bir erkak ko'z oldingizga keladi ba'zi joylarida Yeson. Lekin Yeson va argonavtlar asarida Yunon afsona va asotirlarida keltiriladi. Har boya yuqorida kinosini eslab o'tdingiz. Unda Yeson mard, jasur, pahlavon, es-hushi, tafakkuri joyida juda yuqori bo'lgan bir qahramon sifatida namoyon bo'ladi-da. Agar yozuvchining odamlarga aytmoqchi bo'lgan fikri faqatgina ayol va uning hissiyotlari nuqtai nazaridanligini hisobga olsak to'g'ridir. Lekin tenglik nuqtai nazaridan olsak, xolislik nuqtai nazaridan olsak, haqiqiy Yunon afsona va asotirlaridagi yoki umuman Yeson va argonavtlardagi Yeson bilan Medeya asaridagi Yeson osmon bilan yercha farq qiladi. Albatta. Germenevtik talqinlar borki, endi uni har xil talqin qilish mumkin. Buni gender tengligi deb, ayolni qadr-qiymat haqidagi asar deb, hattoki Yesonni bu yerda oqlab chiqish ham mumkin bo'lgan. Gorizontal hamda vertikal munosabatlar degan tushuncha bor. Gorizontal munosabatlar bu insonlar o'rtasidagi munosabatlar va qaror ham gorizontal insonlar. Ikkinchisi vertikal munosabatlar bor. Ya'ni inson biror qaror chiqarishda bu oliy kuchdan ruxsat so'rashi bu vertikal munosabat, aloqa. Gorizontal munosabat, men sizdan so'rayman, siz mendan so'raysiz, bir-birimiz bilan kelishib qaror chiqaramiz. Va gorizontal munosabatlarga asoslangan jamiyatda xatolar ko'p bo'ladi.
xatolar ko'p bo'ladi. Vertikal munosabatlarga tayanilgan holatda xatolarning oldi deyarli olinadi. Chunki oliy kuch tomonidan, haq tomonidan qo'yilgan hukm, yo'l yo'riq insonni chalg'itishga xizmat qilmaydi hech qachon. Medea asari mana shu gorizontal munosabatlarga qurilgan tragik maydon asosiga qurilgan asar. Ya'ni bu yerda ulug'vor voqealarni ko'rmaysiz. Oilaviy, maishiy muammolarni real ifodalagan, insonlardagi ichki muammolarni birinchi realistik yo'lda ifodalagan asar deyman. Yana qizig'i, Evripidning bu asari uyg'onish davri tragediyalari uchun debocha vazifasini ham bajargan deb o'ylayman. Shekspirning Romeo va Julietta, Gamlet asarlari, u boshqa dramaturglarda ham mana shu an'anani boshlab berishida Medea debocha vazifasini bajargan deb o'ylayman. Butkul insonlar jamiyatiga tushib qolasiz. Muhabbat va nafrat baribir asosiy planda turadi bu asarda, bilasiz Kamol. Insonni kimnidir oqlash, kimnidir qoralaydigan asar emas bu aslida. Bular insonning ichki ruhiyatlari, hissiyotlari. Agar ma'budlarni aralashtiradigan bo'lsak, inson va argonaftlarda uni hech qanday insonning unga ko'ngil qo'yganligi, muhabbat qo'yganligi haqida gap yo'q. Inson va argonaftlarda ham. U nima folbin ayol edi-ku, bashoratchi ayol edi-ku bu Medea, jodugar edi, ya'ni ularning nazarida jodugar edi. Jodugar buni yaxshi ko'rib qolishiga ma'budlar sabab, muhabbat ma'budasi Afina haligi insonning oldida turib, Medea uni yaxshi ko'rib qolishini ta'minlaydi bunday aytganda, inson va argonaftlarda. Lekin insonning bunga muhabbat qo'ygani, buni haligi yuksak sevgi darajasiga olib chiqqanligi haqidagi joyi bu inson va argonaftlarda ham duch kelmaydi. Medea tragediyasida ham duch kelmaydi. Men bu ikkalasini solishtirib ko'p o'qib bordim-da, baribir bu darajadagi jazo bo'lmaganda, bu asarning jazosi shu darajada bo'lmaganda, Medeaning qo'llagan jazosi, bu asar bugungi bu darajada mashhur bo'lmas ekan. Bugungi kunda hali boya aytganingizdek Shekspirga, boshqa mualliflarga bir debocha vazifasini o'tay olmas ekanda. Aynan muhabbatning ayol va erkak hayotidagi tutgan o'rni haqida bir fikr bildirsangiz yaxshi deb bilardim-da, ma'qul deb bilardim. Afina haqida to'g'ri gapirdingiz. Men Yunon shu ma'budalarning ichida Afina qalblarga yordam berishni yaxshi ko'radigan ayol ma'buda. U Odisseyga ham yordam bergan, Yeson, Geraklga ham yordam, o'shalarning orqasida turadigan ma'buda sanaladi. Hatto bu yo'lda boshqa ikkinchi bir insonga qiyin bo'lsa-da, o'zi ko'ngil qo'ygan qalbni ortida turaveradi. U sabab ikkinchi insonni qiynalish haqida o'ylamaydigan Simon sifatida Afina ba'zi asarlarda gavdalanadi. Bu jihatdan o'sha munosabat juda ham ular o'rtasida iliq bo'lmagan degan fikringizda asos bor. Endi nega shunday qizig'i, nimaga shunday degan bir savol ham qo'yaylik. Nimaga Afina masalan Yesonga shunaqa muhabbat paydo qilishida ko'maklashdi? Yesonning vaziyatini eslang. Iolk hukmdori Peley uni o'sha oilasini asir olib, oltin mo'ynani keltirib bermasa agar butun oilasini mana shunday halokatli taqdir kutayotgan bir vaziyatda yigitga mantiqan yordam berdi. Hali Yunon tragediyalarining nima buncha qiziqarliligini bir sababi bor deb savol qo'yiladi. Bu tub burilishlar, ya'ni peripetiyalar bilan bog'liq emas, balki harakatning mantiqqa asoslanganligi, hayotiyligi. Bu yerda hech bir narsa ertakdagidek sodir bo'lmaydi. Tragediyada voqea sodir bo'ladi va voqeaga kitobxon ishonadi. Asosli, to'g'ri, mantiqan ha. Masalan, o'rnida men bo'lganimda ham taxminan shunga yaqin ish qilardim degan mazmunda. Demak, Yeson oltin mo'ynani olish ilojsiz bo'lgan bir vaziyatda yo'lga chiqqan paytda unga albatta yordam kerak. Yordam bo'lganda ham bandaning yordami emas, gariza ilohiy yordam kerak bo'lgan. Mana shu sabab muhabbat paydo bo'lgan deb o'ylayman. Endi muhabbat, xiyonat haqida gapirdingiz. Juda ham markazda turadi. Rostdan ham markazda turadigan mavzu. Rus adabiyotshunosi Sergey Artomonovning bir qiziq gapi borda. Xiyonat va nafrat deydi. Barcha dramatik asarlarning asab tolalarini tebratuvchi intriga. Hammasining markazida shu turadi, baribir deydi. Degan qiziq fikrni aytadi. Bobur, qarang, siz nima deysiz? Madina, odamga taskin berishni bilasiz-a? Albatta, bizda esa reklama. Taomni nima yana ham mazali qiladi? Sen ham tanla. Pepsi Taste Challenge'da qatnash. Rozmetov, oilamizdan oilangizga.
Moslashish kerak bo'lganda Stingni ol. Sting Formula 1 poygalari rasmiy hamkori. Har lahzani quvvatlang. Startga diqqat. Sting. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs hayot lazzatidan bahramand bo'l. Yangi damli Lipton mangoli ko'k choy. Lipton yaxna choy hamma narsani o'zgartiradi. Tugadi. Xavotir olmanglar. Mana hozir to'xtagan joyidan davom ettiramiz. Marhamat. Yesondagi munosabat ko'proq er kishining ijtimoiy mas'uliyatiga bog'lanib ketgan degan tasavvur bor menda. Ya'ni masalan u ayol muhabbati media haqida o'ylab hissiyotlarga beriladigan vaziyatda emas edi. U birinchi oltin mo'ynani olish kerak edi. Sentimental qahramon emas yani. Yo'q, juda ham bir tragik qahramonlar aqlning ovoziga aniq quloq tutadigan. Masalan, agar Yesonda shuna tragiklik yo'q emasda, agar bor tragik qahramonda aqlning ovoziga quloq tutadi, ongsiz harakat qilmaydi. Qat'iy harakat. Shu uchun real obyektiv yondashganligi nuqtai nazaridan Yesonni butkul qoralash to'g'ri emas deb o'ylayman. Lekin Afinani yordamidagi mantiq ijtimoiy mantiq bilan bog'liq baribir. Ya'ni oilasini qutqarishi, oddiy inson, hali ikkita qoya bor, yopilib, ochilib turadigan qoya. O'sha yerdan bu oddiy insonlar o'tib keta olmasdi baribir. Aql kuchi va ma'budlarning ko'magi bilan o'tadigan bir o'rinlarda yordam beradi. Mantiqli yordam deb hisoblayman. Yesonning xatti-harakatini Mahkam Mahmudov bir qiziq jihat bilan aytadi. O'sha tadqiqotida ko'proq unga baribir katta tanqidiy munosabatni yo'naltiradi. Yeson Medeyani yurakdan sevgan, sevmagani haqida biz bilmaymiz. Lekin u ikkinchi bir ayolga ko'ngil qo'yib qo'yadi keyinchalik. O'sha Kreyontning qizi Kiprida degan qizni yaxshi ko'rib qoladi. Endi Mahkam Mahmudov qiziq bir fikrni aytadi. Medeyani afrash, aldash, uni oldida o'zini oqlab olish uchun Yeson o'zini tuban qilmishiga mantiqiy tus beradi. Mana shu yerda ham yana uni ijtimoiy o'y, men bu ishlarni o'zim uchun qilmayapman degan tushuncha bor Yesonda. Mantiqiy tus beradi. Ya'ni Medeya va ikki farzandimni men yaxshi ko'raman va ularning baxti uchun men ikkinchi marta uylanishimga to'g'ri kelyapti. Agar men Kreyontning qiziga Kipridaga uylansam, biz Afina fuqaroligini olamiz. Bizga uy-joy beriladi. Biz keyin Medeya bilan baxtli yashaymiz degan tushunchani ilgari suradi. Lekin yuqorida aytgan gapim, tragik qahramon Medeya ikkinchi, ikkovi ham ojiz, passiv tragik qahramon deylik, Yeson bilan Medeyani. Tragik qahramonlar hech qachon befarosat bo'lmaydi, qo'pol bo'lsa ham. Befarosat bo'lmaydi. Sodda bo'lishi mumkin, lekin aqli zo'r bo'ladi, tafakkuri zo'r bo'ladi. O'ziga qaysi paytda quloq tutishni yaxshi biladi ular hammasi. Medeya ishonmaydi. Ya'ni sen uchun qilyapman, farzandlarim uchun qilyapman degan fikrga Medeya ishonmaydi. Biroq ayovsiz munosabatda ham bo'lmaydi. Sabr bilan, sekin astalik bilan rejalarni tuzib boshlaydi. Endi qarang, bu ayovsiz munosabatni juda zo'r shakllantiradi. Medeyaning mahoratiga bu yerda qoyil qolish kerak. Keyin haligi mantiqini asoslash haqida erkak kishi bo'lganimiz uchun hozir baribir Yesonni oqlashga harakat qilamizda, qarang. Bitta zo'r oqlaydigan jihat bor uni. U oltin mo'ynani olib kelganingdan keyin davlatni o'zingga beraman deb va'da bergan edi amakisi. Amakisi oltin mo'ynani olib kelgandan keyin juda qudratga aylanadi-da, qudratli kuchga aylanadi-da, Yesonni qo'pol bo'lsa bir tepib mamlakatdan chetlashtiradi. U Afinani bir burchagiga borib, sig'indi bo'lib yashaydi. Uning yana bir jihati, u shoh o'g'li axir. Uning fitratida hokimiyat bor, u yigitning fitratida hokimiyat bor. Medeya asarida o'sha fitratida hokimiyatni sal boshqacharoq yo'l bilan, qiz orqali, u nargi mamlakatning podshohining qizi-ku, podshohning qizi orqali hokimiyatga erishishni ko'rsatib beradi-da Medeya. Lekin hech qayerda aytmaydi-ku, Medeyadan ojizlik degan narsa ham bor-da bu yerda. Do'stim, shu narsaga men e'tibor qilaman. U Medeyadagi ojizlik yo'q.
mediyani oldida inson Ha. shaxs odam sifatida inson ojizroq. Bu to'g'ri. Bu oldingi ko'rinishdan qaraganda u jodugar, u xohlagan odamni xohlagan kuyga sola oladi. Qo'rquv bor. Erkak kishi ayoldan ojiz bo'lishni hech qachon xohlamaydi. Mana shu ham bir qadar menimcha xohlashimizga asos bo'lsa kerak. O'zi tragediyada voqealar Karinov shahrida Medeyaning uyini qoshida bo'lib o'tadi deb shunaqa o'sha yerdan boshlanadi Evripid asarida va qiziq Medeya haqidagi tadqiqotlarda unga go'zal ta'riflar berilgan. Medeya xo'rlangan muhabbat va rashk tragediyasidir degan shunaqa bir katta ta'rif berilgan. Yana aytaman, agar Medeyani tragik qahramon deydigan bo'lsak, tragik qahramonlarda ojizlik bo'ladi. Ojizlik bo'ladi. Ularda chiqish yo'llari deyarli yopilib qoladi, berk bo'ladi. Ma'lum ma'noda Medeyada bor, lekin uning imkoniyatlari bor. Boya siz uni jodugar, sehrgar dedingiz. Oddiy Yesonda yo'q bo'lgan imtiyoz, imkoniyatlar bor bunda. Shu uchun men Medeyani to'la ma'no, to'la qonli tragik obraz deb ham bilmayman, o'ylamayman. Shunaqa. Ikkita ham odamiylik xislatlarni boya aytganingizda tushirgan joyi turibdi. Evripiddan, Sofokildan, Esxildan pastga tushirgan odamlar orasiga tushirilgan turibdi. Va oxirida yana o'sha oltin aravaga minib ma'budlar orasiga uchib ketishi bor. Odamiyligini bitta isboti bor. Xuddi ayollarga, o xabarchi ayollar qatori Yesonga qarab, sen meni ham yaxshi ko'rmagansan, bolalaringni ham yaxshi ko'rmaysan deydi. Bolalarini yaxshi ko'rmasligini, agar bolalari yaxshi ko'rganda bu ishga qo'l urmasligini shunchalik ishonch bilan va hammani ishontirib aytib turadi. Lekin chunki ketgan edi, oiladan u yoqqa borib, uni xizmatga borib, o'sha yerda yashab yurib, qolib ketdi, bolalardan xabar olmay qoldi. Lekin aynan bolalar orqali jazolab turib, bolalarini Yeson qanday yaxshi ko'rishligini ham ko'rsatib ketganda. To'g'ri. Friedrich Nietzsche'da bir qiziq fikr bor. Nafratlangan ayol erkakka qaraganda xavfliroq. Chunki nafratlangan ayolning qasos olish ishtiyoqi hech bir adolatning sadosiga quloq tutmaydi. U nima bo'lib, dunyo ag'dar-to'ntar bo'lib ketsa ham o'sha odamdan qasos olsa bo'ldi. O'rtada kimlar yo'qolib ketishi ayol uchun muhim emas ekan. Qiziq bir yondashuv to'xtaladi. Endi oliyjanoblikni Yeson boy bergan bitta narsa sifatida men aytaman, oliyjanoblik boy berildi baribir u tomondan. Oliyjanoblikni qadrini avom bilmaydi. Oliyjanoblik nima ekanligini oddiy xalq tushunmaydi. Oliyjanoblikni avomning ichidan qidirish ham nodonlik bo'ladi. Yeson boy bergan eng muhim tuyg'ulardan bittasi ayni shu bo'ldi, oliyjanoblik. Uning bu tuyg'uning nima ekanligini oriyatli insonlar tushunadi. Yeson shu oriyatni boy berdi. Medeya shu oriyatni himoya qildi. Shu oriyat uchun oxirigacha u kurashdi, harakat qildi. Medeya olovda emas, shunchaki olov emas, jahannam olovidan ham og'irroq shunday bir olovda yongan ayol deb bilaman. Chunki u mehribon ona edi baribir. Hech bir ona farzandlarini oldinroq aytgan fikrimga qarshi o'laroq aytaman, farzand oldidagi ona baribir onaga qaytadi. Farzand turganda onaga qaytadi. Er yo'q bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, hammasidan voz kechish mumkin. Bolaga qaytadi. Bola oldidan hech qachon yuz bura olmaydi ayol. Shu yerda bitta qo'shimcha fakt. Evripid voqeani qisman o'zgartirgan. Evripidgacha bo'lgan voqealarda Medeya haqidagi rivoyatlarda ikkita bolani Medeya o'ldirmaydi. Karinov shahrini aholisi o'ldiradi. Chunki Karinovning hukmdori Kreyont va uning qizi Kiprida o'sha Medeya yuborgan zaharli og'ulangan libosni kiyib, ota qiz yonib ketadi. Va xalq kelib, saroy ahli kelib Medeyaning ikki bolasini o'ldiradi voqea. Lekin Evripid Karinov xalq tomonidan emas, ona qo'lida o'ldirilishini xohladi. Ya'ni bu yerda rashni ko'rsatish ham tragik kulminatsiyani cho'qqiga chiqib ketadi. Juda ham yuqori cho'qqiga chiqib ketadi. Tragik menimcha Medeya asarining eng oltin nuqtasi ham, yuqori nuqtasi ham shu deb o'ylayman-da. Ya'ni bolalarini halok etish oldidagi Medeyani tayyorgarligi qiziqtiradi to'g'risi. Hali masalan qo'lida pichoq tasavvur qiling, bolalarini halok qilish oldidan shu ishni qilsammi, qilmasammi? Alami, g'azabi, zadasi, birovga qahr qilib Medeya aytadi, men bu ishni qilaman, erta tongda qon yig'layman deydi.
bolalarim hozir o'ldiraman lekin ertangi kunimnichi degan fikrni ham aytadi. Qon yig'lashim aniq-ku. Yo'q, tashla deydi. Ya fikrdan qaytadi. Bir tashlaydi. Yo'q deydi. Yana qaytadi. Yeson shunga loyiq. Yesonga shunday jazoni topish kerakki, u o'lguncha hatto go'rda ham tinchata olmaydigan jazo. Shu yana ayolning qasosiga qaytiladi. Bunday jazoga buyuk shaxslar loyiqda. Buyuk shaxslar. Edipga o'xshagan, Prometeyga o'xshagan buyuk shaxslar loyiq. Va buyuk shaxslar ijro qiladi. Buyuk shaxslar ijro qiladi. Bu yerda buyukligi ko'rinmaydi. Boya yuqorida aytib o'tdik-ku, Medeyada Isonning buyukligi mana shu yerdagina namoyon bo'ladi. Shu. Keyin boya bir haligi asarning boshqa yondoshuvini ham aytdingiz. Yana bitta shunday yondashuvga men ham duch keldim. Oltin mo'yni oltin mo'ylandaga aylanishidan oldin o'sha Medeyaning qizi bilan o'g'lini o'ldirmoqchi bo'lib kelgan xalqdan qutqarib ustiga mindirib olib ketadigan qo'chqor edi u. Hali bu voqealar tugamasdan u voqea bo'lib o'tgan. U yoqdan keldi-ku oltin mo'yni amaksi, keyin bular aylanib bolalar paydo bo'ldi. Vaholanki boshqa qarashlarda o'sha oltin mo'ynaning qo'chqori bu ikkita bolani mindirib xalq o'ldirmoqchi edi. Unda ham aytiladi o'zi aytgandek. Olib qochib o'sha nargi mamlakatga, ya'ni bobosini mamlakatiga olib ketishi namoyon bo'ladi. Yevropet bitta narsaga urg'u bergan deb o'ylayman. Baribir o'sha gorizontal munosabatlar haqida to'xtaldik-ku. Gorizontal insoniy munosabatlar mukammal bo'lmaydi. Shu Yeson gorizontal munosabatlarni girdobida qolib ketdi. Uni eng katta xatoligi ham shu. Oliyjanoblik yo'qolishi gorizontal munosabatlar. Jamiyat ichidagi munosabatlarda paydo bo'ladi. Medeya ayni shu gorizontal munosabatlarni ko'rguligini sezgan. Va u vertikal olam bilan hech qachon aloqani, munosabatlarni uzmagan obraz sifatida gavdalanadi. Nimaga asarning oxirida uni baribir bobosi Geliosning nevarasi edi, u quyosh xudosi. Bobosi arava yubordi deydi va u aravada ketdi deydi. Bekorga emas u deydi. U Egey bilan kelishib qo'ygan edi. Egey uni Afinaga chaqirib olish kerak edi. U Egey boshqa yo'llar bilan ham chiqib ketsa bo'ladi. Yo'q. Atayin shunaqa epizod kiritilyaptiki, vertikal olamga bog'liq naqadar Yesondan ulug'ligini ko'rsatyapti. Naqadar ulug'ligini ko'rsatyapti. Bolalarni taqdiriga qisqa to'xtarsamiz agar, Inaga obrazi bor bu yerda. Inaga sezadi. Medeyani chunki qilig'ini bilar edi-da. G'azablansa, u juda ham ayovsiz bo'lishini Inaga sezgan. Bolalarni ikki o'g'ilchalar bo'lgan. Ikkita o'g'il deydi. Ikkita bolasi o'g'il deydi. Endi ikkita o'g'il, farzand deylik mayli. Ikki farzandini o'ylab boshlaydi Inaga. Shularni onasining yonidan olib chiqishim kerak. Shularga bir narsa bo'l. Inaga sezib boshlaydi yaqinlashayotgan xavf-xatar. Lekin Medeya eshikni ham yopib oladi. Biladi. Xullas, shunga bolalarni o'ldirishga qaror qiladi baribir. Voqealarda bilamiz. Eng qizig'i bu bolalarning dialogini ko'rsangiz bir-biriga. Voy, meni o'ldiryapti onajonim. Qanday qutulaman onajonimdan degan bitta satr bor. Qanday qutulaman onajonimdan degan bu yerdagi so'zlardagi munosabatlarga qarang. Onadan qutulish emas, onaga talpinish. Bu yerda bolalar esa onamdan qanday qutulaman deb chora izlar edi deydi. Va kattasi aytadiki, bilmadim ukajon, men ham shuni o'ylayapman, qo'rqamanki halok bo'lamiz deb bolachalar qochadi uyda. Onani ularni izidan quvib taqib qilayotganini tasavvur qilishning o'zi dahshat narsa. Va shunga qaror qilib bo'lgani ham undan ham dahshatroq narsa. Yana dahshatning ko'lami shu darajada oshib boraveradiki, cho'qqi eng oxirigacha. Kitobxon mayli Medeya farzandlarini halok qildi. Endi o'zi ketsa kerak, farzandlarni qoldirib, hatto farzandlarning jasadini olib ketadi. Yeson qiynalsa oxirigacha qiynalsin. Yeson bir narsani iltimos qiladi asar oxirida. Hech yog'i farzandlarim jasadi menda qolsin deydi. Yo'q deydi. Aravada oyog'ini tagida ikki bolasi turardi, o'zi tik turardi, Gelios yuborgan aravada. Hatto jasadini ham ravo ko'rmayman senga deydi. Bu aytdik-ku o'sha nafratlangan ayolning kuchi qanaqa bo'lishini. Va o'ylayman bu yerda masalan ijtimoiy mazmun qidirsangiz, ijtimoiy mazmun kelib chiqadi. Didaktik mazmun, didaktik. Adabiyotni markazida kim turadi? Inson turadi, boshqa hech kim turmaydi. Bu xarakter darajasidagi insonlar turadi. Hali bir nazariy ma'lumotda ko'rib qoldim. Tragediyani qalbi voqea. Tragediya xarakterlarsiz yashay
olishi mumkin, voqealarsiz yashay olmaydi. Lekin voqeani harakatga keltiruvchi dinamika baribir insonda. Evripid g'azablangan paytda affekt holatida qolgan insonning holatini juda yuqori pardalarda tasvirlagan. Affekt bilasiz, talvasadagi inson. Talvasada aql ba'zan ishlab, ba'zan o'chib qolib, ba'zan tavba qilasiz, ba'zan oxirigacha borishni. Mana shu holatdan insonni qanday chiqishini juda ham mohirona ko'rsata olgan Medeya obrazi misolda deyman. Medeya mazlum bo'lgan baribir, ya'ni o'z baxtini, o'z erkini, barchasini ishonib, o'zini mana shunday baxtini qurbon qilgan, boy bergan ayol timsoli deb bilaman. Kamol, sizga katta rahmat. O'ylaymanki, hali aytilishi kerak bo'lgan juda ko'p gaplar qolib ketgan bo'lsa-da, imkon qadar baholi qudrat tomoshabinlarimizga Medeya tragediyasining mazmun mohiyatini yetkazishga muvaffaq bo'ldik. Aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning bu galgi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Dasturimizni tasvirga olishda yaqindan yordam berayotgan Book.uz kitoblar do'koniga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.